Assalomu alaykum Botir aka. Bizga azizcha qisqacha qishloqda bir ma'lumot berib o'tsangiz, qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Marhamat akajon. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana Xudoga shukr mahallamizda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana masjidlar qurilyapti, maktablar qurildi. Mana qabristonimizni bog'roq qildi mana. Ancha joyni mana shu boshqa bo'lib kelayotgan shu tadbirkor akalarimizga rahmat, mana shularni tashkillashtirib hamma joyda mana obod qilyapti. Mana shu qishlog'imizda mana suv inshooti barpo etildi. Rahmat ana shu tadbirkor akalarimizga. Mana qishlog'imiz 28-maktabimiz suv bilan ta'minlanyapti. Mehr qishlog'ida 29-maktab suv bilan ta'minlanib turibdi. Mana shularni boshqarib turgan tadbirkor akalarimizga rahmat aytamiz. Elimizdagi mana shu hashar yo'li bilan qilingan ishlarga ham mana shu elimizga rahmat. Mana shunday ishlar bo'lyapti. Bu davom etsin nasib bo'lsa. Elimizga mana shu eski bobolarimiz aytgandek, elga yoshlarga kuch-quvvat bersin, elga hashar yashar. Baya aytganda mana shu elimizda mana shunday ishlar bo'lyapti. Hammaga rahmat. Mana shu qishlog'imizda chorva mollari ham suv bilan mana marhamat bo'lyapti. Suv ichadi shu yerdan. Ariq suvdan ichyapti qishloq mollari. Mana rahmat mana shu ukamizga ham mana o'zing ishiga omad tilaymiz ukamizga. Rahmat akajonim, katta ishbilarlar uchun. Bundan ham katta yangiliklarni, yaxshi xabarlarni elimizga taqdim et. Ishlaringga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat aka. Rahmat hammaga. Rahmat. Akajon, bu videomiz internetga joylaymiz. Rozi bo'lsangiz, agar qarshi bo'lsangiz. Ya rahmat, ya bemalol. Chunki bu yangilikdan hamma ko'rsin, eshitsin, bunda quvonsin. Mana shunday ishlar bo'lyapti ekan, mana shu mahallalar obod bo'lyapti mana. Shu qatori o'zimizda mana katta ishlar bo'lyapti. Hamma yo'llar ravon bo'ldi mana. Hamma ishlar bo'lyapti. Rahmat ana shu boshqa bo'lgan elimizga. Rahmat sizga katta. Rahmat.